Kartinga pul tushdi o'rtoq. Yaqindan yig'ilganimiz 70 million bo'ldi. Xudo xolasa yetib qolar. Sen siqilavermang-a. Oilaga tezroq donor topib, ulgurishing kerak. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Oilang ehtiyot qilgan. Rahmat o'rtoq. Alo. Assalomu alaykum hurmatli mijoz. Va alaykum assalom. Foydalanayotgan kartangiz bankimiz tomonidan omadli mijoz aksiyasida g'olib bo'lib 2 million so'm pul mukofotiga ega bo'ldingiz. Yo'q, zo'ru. Albatta hurmatli mijoz, mukofotni qo'lga kiritish uchun karta raqamingiz va amal qilish muddati kerak bo'ladi. Hozirda 8600 8600 2628 amal qilish muddatini ham aytib yuboring. 1026. SMS xabar bordimi? Xos. 157 13. Bo'ldi, hozir pul tushadi. Xo'p bo'ladi, rahmat. Tushdi. Hisobingizdan 72 million yechib olindi. Besh pul bor ekan. 72 million. Mana qanaqa pul topish kerak? Ya odamlar ham sodda. Etinsa yetaveradi. Аппарат абонента, возможно, выключен или находится вне зоны обслуживания сети. Yana bor? Bor. Daha. Ukam o'zi tortilib yotdi, bo'lganda berardim, bilasan o'zingga. O'rtoq, pul qayerdan? O'zim topa olmay yuribman pulni. Bo'lsa bilasan-ku? Yo'q, o'rtoq, uzr, hozir umuman iloji yo'q. O'rtoq, kecha so'ramaysanmi? Pul hozir vaqti yonimda-yu. Ertalab yetarlicha pulim bor edi. Firibgarlikka uchrab, hamma pulimni o'g'irlatib qo'ydim. Kuni bo'yi so'ramagan odamim qolmadi. Topa olmadim. Doktor, ertalabgacha yana bir kun ushlab tura olamizmi? Kechasi bilan qidirib bo'lsa ham topaman o'sha pulni. Iltimos. Ertalab olib kelganingizda balki ulgurarmidik. Nima deganingiz? Intizor bo'lib kutdilar sizni. Kelishingizdan 5 daqiqa oldin jonlari uzildi. Ozgina ulgurmadik. Oyi. Omadli mijoz. Kechirasiz, sizni bankdan bezdi. Bugungi birinchisi o'sha. Ulgurmadim, oyi. Endi mana qilamiz qara. Giveaway'dan g'olib bo'ldingiz, karta eting. Rostmasmi?